Salom, bu Tobi kanali. Bugun siz bilan Naruto olamidagi eng mashhur, eng sirli qahramonlardan biri haqida gaplashamiz, ya'ni Uchiha Itachi haqida. Bu yigitni ko'pchilik yomon ko'rgan, ammo keyin hamma uni tushunib, hurmat qila boshlagan. U kim edi? Nega u o'z klanini o'ldirdi va nega oxir-oqibat u afsonaga aylandi? Bugun sizlar bilan mana shu savollarga javob topamiz. Itachi, Yapon animesidagi Uchiha degan qabilaga mansub shinobi, ya'ni jangchi. Ular ko'z orqali ishlatgan odamlar. Itachi bolaligida boshqalardan farqli edi. Juda aqlli, tez o'rganadigan, juda kuchli. 7 yoshda urushni ko'rgan, 8 yoshda o'z kuchi Sharinganini ochgan. 13 yoshda esa maxsus jangchilar guruhining sardori bo'lgan. Yosh bola bo'lishiga qaramay, katta odamlar qiladigan ishlarni qilgan. Ya'ni bu sardori bo'lib tayinlangan. Ammo Konoha qishlog'ida siyosiy muammo chiqdi. Itachining klani Uchiha oilasi hukumatdan norozi bo'ldi. Ular to'ntarish qilmoqchi bo'ldi. Itachi esa ikki o't orasida qoldi. Bir tarafda o'z oilasi, boshqa tarafda vatani. Unga og'ir tanlov berishdi. Yoki o'z oilasini to'xtatish, yoki urushni boshlash. Itachi urushni to'xtatish uchun eng og'ir qarorni qabul qildi. Buni hech kim tushunmaydi, lekin u o'z xalqini o'ldirdi. Ya'ni butun Uchiha klanini qirib tashladi. Itachi bir kishini tirik qoldirdi va u Uchiha Sasuke edi. Chunki u Sasuke'ni himoya qilishni istaydi. Ammo bu himoya qilish usuli boshqacha. U ukasini o'ziga dushman qildi. Hamma Itachini yomon odam deb o'ylaydi. Itachi keyin Akatsuki degan jinoyatchi shinobilar guruhiga qo'shildi. 新しいメンバーの到着だ。Uchiha Itachi. Bu guruh juda kuchli, juda xavfli, lekin Itachi bu yerga yomonlik uchun emas, kuzatuvchi bo'lib kirdi. Ya'ni josus sifatida. U Konoha haqida hamma ma'lumotlarni yashirincha yetkazib turardi. Bu yerda u Kisame degan jangchi bilan juft bo'lardi. Akatsuki'da eng mashhur shinobilardan biri Pain, Obito, Sasori, Deidara kabi xavfli shinobilar bo'lishgan. Yillar o'tdi, Sasuke ulg'aydi. U akasidan qasos olishni niyat qildi. Niyat ularni to'qnashtiradi. Bu jang anime tarixidagi eng og'ir janglardan biri. Itachi bu jangda oxirgacha siri ochilmasdan ukasiga imkon beradi. U oxirida shunchaki hushdan ketadi, vaqt o'tib haqiqat ochiladi. Bu Itachining rejasi bo'lgan. Buni esa Sasuke'ga Madara Uchiha ismi bilan yashiringan Obito Uchiha so'zlab beradi. Keyin Itachining haqiqatdagi niyati hammasiga ayon bo'ladi. U qotil emas edi. U o'z vatanini, ukasini, tinchlikni saqlab qolgan inson edi. Lekin buni biladiganlar kam. Bu haqida eshitgan har kim Itachiga boshqacha qarash boshlaydi. Itachi urush vaqtida yana tiriladi, lekin bu safar o'z irodasi bilan harakat qiladi. U ukasiga hamma narsani tushuntiradi. Itachi Uchiha oddiy qahramon emas. U yomon ko'rinsa ham aslida yurtini saqlagan odam. U haqida ko'p narsa deyish mumkin, lekin bitta gap yetarli. U o'zini qurbon qilgan chinakam shinobi edi. Do'stlar, video shu yerda o'z yakuniga yetadi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Tobi kanali bo'ldi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr.